Motoblogda sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng zo'ridan ko'rsatgan degan akalar e'tibor berasizlar. Yangi partiyada Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloglarda ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat bo'lgan Texa motoblogimiz kelgan. Yangi partiyada motor qismi 7 ot kuchlik, korobka qismi 550 tali usulinli korobka, undan tashqari balonlari oldingiga nisbatan ancha katta ahamiyat berasizlar. Shirokki balon qo'yilgan, balonlar ancha katta qilib ishlangan, oldi tomoniga dugalari bilan jihozlangan ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari vozdixlari ikkitadan, bitta tevada hamda bitta pastda qilib jihozlangan original motoblogimiz kelgan. Hozir bu motoblogni sizlarga to'liq ma'lumoti, narx-navosini tanishtirib o'taman. Mana bunaqa kichkinalarni quvvati pastlaridan emas, quvvati balandidan ko'rsatadigan akalarimiz uchun eng zo'r variant bo'ladi. Boshqa turdagi motoblog kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, assortimentni ko'rib turibsizlar, hammasidan bor. Xo'p, undan oldin aytib ketish kerak, hozir do'konimizda katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida mana shu ko'rib turgan dori apparatingizni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Boshqa do'konlarga borib pulga mana shu dori apparatini sotib olmangda, bizni do'konga kelsangiz tekinga mana shu dori apparatni beramiz. Motor qismlari katta qilib ishlangan, karter sistemalari latonli qilib ishlangan, bochkalari qalin, 30 litrli bochkalar bilan jihozlangan, ichida hamma nasatkalar bilan 100% beriladi. Pachka holatda bemalol olsangiz bo'ladi. Hech qanaqa pul emas, tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Qandoq qilib bu dori apparatni tekinga olib ketsam bo'ladi degan akalar, hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bizni do'konga kelganingizda bitta mana shunaqa dori apparatni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotini beraman va tekinga dori apparatni olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, undan oldin motoblogimizni to'liq ma'lumotini berishni boshladim akalar. Xo'p, ko'rib turgan motobloglar boshida aytganimdek eng sifatli bo'lgan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan eng original motoblogi bo'ladi. Uyga, xo'jalikka ishlatish uchun, tirikchilik qilish uchun eng yaxshi variant hisoblanadi. Motor qismi 7 ot kuchli 170F motor bilan jihozlangan eng original motor hisoblanadi, chunki bu motorda moydatchik hamda motorning ichki qismiga paplavoy qo'yilgan bo'ladi. Mabodo motorga quyilgan masla kamaysa yoki suyulsa, bu motor o'zi avtomatik o'chib, motorni o'zi zashta qiladi. Bu degani mashinalarga o'xshab moy kamayib, ko'lsa gilzasini ketkizib qo'ymaydi. Boshqa motobloglardan shu tomonlama ancha aqlli qilib ishlangan akalar. Xo'p, yoqilg'i turi benzin baki 5 litrlik qo'yilgan. Oldingi Texa motobloglarimizda 3 litrligida, bunga 5 litrlik qo'yilgan. 1 soatiga atiga 0,5 litrdan benzin rasxod qiladi. Ko'pchilik so'raydi, nima uchun bu motoblog o'zi katta bo'lsa ham rasxodi kam degan akalarimiz uchun bu motoblogimizga ko'rishingiz mumkin, original karburator qo'yilgan. Shuni hisobiga bu motoblog benzinda ancha kam rasxod qilib beradi akalar. Yurish qismi zavodni orqali yarimta tortishingizga zavodit olib, juda ham yaxshi ishlab beradi. Motor ishga tushgandan keyin korobkaga harakat beradi va korobka qismi ham usulinli qilib ishlangan. Mana bunaqa katta balonlarni qo'yib, orqasiga puluk, agat, chizel, mana bunaqa aravalarni qo'yganingizda qiynalmasligi uchun balon katta hamda korobka ham o'shanga yarasha ancha katta 550 tali usulinli korobka qo'yilgan motoblog hisoblanadi. Moslariga ham bitta ahamiyat bersangiz, kattaligi shundoq bilinib turibdi akalar. Xo'p, orqa tomonida vom joylashgan qishloq xo'jaligi bemalol bunga suv nasos, karter apparatlari hamda kichkina rotorning kasalkalarni ulab foydalansangiz bo'ladi.
Bu motoblogimizni oldi tomonga 1 hamda 2 skorost, orqaga bittadan zatning xodlarigacha jihozlangan. Bu motoblogni olganingizdan keyin yer haydash, kultivatsiya qilish, chisel qilish, arava tortish, agat olish ishlarini bemalol qilsangiz bo'ladi. Narx-navosi bu motobloglarimizni 5 xil modeli bor. Hammasini ichiga shu o'zini yer haydaydigan frezalari qo'shib beriladi. Korobkasini katta kichikligiga qarab, kichkina korobka, kichkina balonliklari 4 milliondan boshlab, bunaqa katta korobkalari 6 million 500 gacha bor. Xohlasanglar 7 ot kuchlilikda mana bu tomonda arzonchiroq modellarini so'raganlarga 3,5 millionlik, 3 millionlik hamda mana bu tomonda 2 million 500 ming so'mdan ham mana ko'rishingiz mumkin. 7 ot kuchli motobloglarimiz bor. Hammasi o'zini sifatiga, ishlashiga qarab narx-navosi o'zgaraveradi. Keyin u motoblogimiz yana bitta plyus tomoni, oldingi hamma motobloglarimiz rollariga bitta ahamiyat bersanglar, mana rollari burilmaydigan kelardi. Bu motoblogimizni roli gidravlikali bo'lib kelgan, ahamiyat beradi. Mana bitta qo'lda o'zida juda ham yumshoq buriladigan qilib, roli gidravlikali qilib kelingan. Shuni hisobiga bemalol kelsangiz, assortiment ko'p, xohlagan motoblogingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, videoni boshida tekinga dori apparat beraman dedim. Tekinga dori apparat olish shartini tushuntirib o'tdim. Videoga bitta like bosib, kommentga omad deb yozasiz. Bizni do'konga kelib, mana shu yerda turgan o'zingizga yoqqan bitta mana shuncha motobloglar ichidan o'zingizga yoqqan bitta motoblog tanlab olasiz va motoblog sotib olganingizdan keyin do'konni ichiga kirasiz. Do'konni ichiga kirganingizda to'g'rida omadli barabanimiz bor. Bu omadli barabanimiz ichida sizga ko'rsatgan dori apparatlar, bu tomonda svarka apparatlar, bolgarka apparatlar, shurpoyor, murpoyor, shunga o'xshagan hamma narsa shu barabanga qo'yilgan. Do'konimizga keldingizmi, motoblog sotib olasiz va kirib do'konni ichiga kirib shu barabanda aylantirasiz. Motoblog sotib olganingiz uchun tekinga shu barabanda aylantirganingizda hozir ko'chada ko'rsatgan dori apparatimga to'xtasa dori apparatni beraman. Shurpoyorga to'xtasa shurpoyor, kulush naborga to'xtasa kulush nabor. Nima sovg'aga to'xtasa o'sha sovg'ani tekinga beraman. Shuni hisobiga videoga like bosing, kelganingizda yaxshi sovg'alar tekinga olib ketasiz. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agro servis do'koni. Zapchas tomonlama umuman muammo bo'lmaydi. Hamma zapchasi mana o'zimizda 100% bor ekanlar. Karburatori, balon, hamma narsalari o'zimizda, hattoki gilza, Porsche, baklari, gulishtirlarigacha, ichida shestinalarigacha hamma yo'qlari o'zimizda 100% bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar, kelishtirib qilib beramiz narxlarni. Xo'p. Xohlaganlarga bu motobloglar uchun agregatlar, agat oladiganlar, temir balonlar, chisel, temir balon, plyuy, mulk, selka apparatlari, hamma zapchaslari mana 100% bor. Aloqaga chiqsanglar, kelishtirib arzonroq qilib beramiz.